İşlarimiz davom etyapti. Vannaxonamizni devor перегородкасini ham tiklab oldik. Gipsokartonni Knauf vlogostoykasidan qotirildi. Перегородка qilingandan keyin santexnika ishlarini ham qilib oldik. Turbalarni tortib, vannan tepasiga smesителlar o'rnatildi. Bular встроенный alohida devordan alohida chiqib turadigan smesителlar. Mana tepadagi dushi ham, leykasi ham devordan alohida chiqib turadi. Xuddi shunday ummanlikka ham smesitellar o'rnatildi. Bular ham ummanlikni ustidan devordan chiqib turadi. Hamda sanitarniy dushdan tahorat qiladigan smesitelimiz ham o'rnatildi. Installyatsiyani ham o'rnatib oldik. Mana shu burchakka joylandi. Tepasida luk bo'ladi. Lukka kafel yopishtirib, yuza bilan bir xil chiqarib beramiz. Tepada ventilyatsiya va aristonga ham, boylerga ham turbalar olib chiqildi. Tayyorlab qo'ydik. Endi esa mana bu joylarni yamab, yaxshilab gidroizolyatsiya qilib chiqamiz. Kafel terishdan oldin.